agar sizning oilangizda nogironligi bo'lgan inson bo'lsa yoki o'zingiz nogironlik pensiyasi, nafaqasi, reabilitatsiya vositalari, davolanish, parvarish yoki ijtimoiy yordam masalalari bilan duch kelgan bo'lsangiz, bugungi video siz uchun juda muhim. Chunki nogironlik masalasi faqat bir guruh odamlarning muammosi emas. Bu har bir oilaga, har bir mahallaga, har bir fuqaroning huquqiga bevosita tegishli masala. Bugun men sizga O'zbekistonda nogironligi bo'lgan fuqarolar bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, ilgari tizim qanday ishlagani, hozir nimalar o'zgargani, dark ko'rib 5 milliondan 6 milliongacha degan raqamlar nimani anglatishi. Kimlar bundan foyda ko'rishi, kimlar esa hujjat masalasida ehtiyot bo'lishi kerakligini oddiy va tushunarli tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta muddatni o'tkazib yuborish yoki bitta arizani yozmaslik odamni oylar davomida yordamdan mahrum qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu kanalda fuqarolarning nafaqa, pensiya, subsidiya, tibbiy ijtimoiy yordam, huquqiy imtiyozlar va davlat xizmatlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman. Men ekspert sifatida eng avvalo shuni aytishim kerak. Nogironlik tizimidagi eng katta muammo har doim pulning o'zi emas, balki tizimning murakkabligi bo'lgan. Fuqaro qayerga borishini bilmaydi, shifokor nima yozish kerakligini tushunmaydi. Tibbiy komissiya qanday qaror chiqarishini oldindan bilmaydi. Mahalla nima yordam berishini bilmaydi. Pensiya jamg'armasi esa hujjat to'liq bo'lmasa to'lovni boshlamaydi. Natijada odamlar ko'pincha davlat yordam bermayapti deb o'ylaydi. Lekin aslida yordam mexanizmi bor, faqat unga yetib borish yo'li juda murakkab bo'lgan. Ilgari ko'p masalalar qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Masalan, odam avval poliklinikaga borardi, keyin to'r mutaxassislarga ko'rinardi, keyin shifokorlar xulosasi yig'ilardi, keyin tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasiga yuborilardi. Agar biror ma'lumot noto'g'ri yozilsa, fuqaro yana qaytadan yurardi. Qishloq joylarda yashovchilar uchun bu yanada og'ir edi. Bir kun yo'lga ketadi, bir kun navbatga ketadi. Yana bitta qog'oz yetishmasa, hammasi boshidan boshlanadi. Hozirgi islohlarning asosiy mazmuni shundan iboratki, nogironligi bo'lgan insonni yordam so'rab yurgan odam sifatida emas, balki huquqlari bor fuqaro sifatida ko'rish kerak. Ya'ni davlat yordamni faqat nafaqa to'lash bilan cheklab qo'ymasligi kerak. Davlat tibbiy yordam, reabilitatsiya, ishga joylashish, ta'lim olish, uy sharoitida yashash, jamoat joylariga kirish, transportdan foydalanish, protez, ortopediya vositalarini olish, ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini ham ta'minlash kerak. Darki 1 milliondan 6 milliongacha degan gap nimani anglatadi? Bu raqamni turli kontekstlarda eshitishingiz mumkin. Ayrim hollarda nogironligi bo'lgan shaxslar va ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar qamrovini kengaytirish, ayrim hollarda ijtimoiy xizmatlar yoki reabilitatsiya vositalariga ajratiladigan mablag'lar. Ayrim hollarda esa aholi orasini aniqlash va yordamga jalb qilish ko'lamining o'sishi nazarda tutiladi. Eng muhim jihat shuki, islohotning maqsadi faqat ro'yxatdagi odamlar sonini ko'paytirish emas. Maqsad ilgari yordamdan chetda qolgan insonlarni aniqlash, ularning huquqlarini rasmiylashtirish va amaliy yordamga ulash. Masalan, bir oilada og'ir kasallikka chalingan bola bor, lekin ota-onasi nogironlik rasmiylashtirishdan uyaladi yoki jarayon qiyin deb qo'rqadi. Natijada bola reabilitatsiya vositasidan, sanatoriy yo'llanmasidan, dori-darmon bo'yicha imtiyozdan, o'quv muassasasidagi maxsus yondashuvdan foydalana olmaydi. Islohotning ma'nosi shundaki, bunday oilalar tizimdan tashqarida qolmasligi kerak. Asosiy qism birikmani bilish kerak. Kim olmasligi kerak, birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, nogironlik faqat kasallik nomi bilan berilmaydi. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Menda falon kasallik bor, demak menga nogironlik berilishi shart. Bu har doim ham to'g'ri emas. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza odatda kasallikning inson hayotiga ta'sirini baholaydi. Ya'ni odam o'zi yura oladimi, ishlay oladimi, o'ziga xizmat qila oladimi, doimiy parvarish qila oladimi, ko'rish, eshitish, harakatlanish, muloqot qilish, o'qish yoki mehnat qilish qobiliyati qanchalik cheklangan? Mana shu omillar muhim. Masalan, ikki kishida bir xil tashxis bo'lishi mumkin. Birinchisida kasallik yengil kechadi, dori ichib ishlay oladi, o'ziga xizmat qila oladi. Ikkinchisida esa shu kasallik asorat bergan, odam mustaqil yurishga qiynaladi, doimiy davolanishga muhtoj, ish faoliyati keskin cheklangan. Tashxis bir xil, lekin ijtimoiy oqibat har xil. Shuning uchun
qaror ham har xil bo'lishi mumkin. Ikkinchi narsa, nogironlik guruhi yoki nogironlik maqomi abadiy bo'lmasligi mumkin. Ayrim hollarda muddatli belgilanadi, ayrim hollarda muddatsiz bo'lishi mumkin. Agar kasallik holati yaxshilanish ehtimoli bo'lsa, qayta ko'rik belgilanadi. Agar holat turg'un, qaytmas va og'ir bo'lsa, muddatsiz belgilanishi mumkin. Bu yerda odamlar ko'pincha xafa bo'ladi. Nega meni yana komissiyaga chaqirishyapti? Men buni shunday tushuntiraman. Tizim nazorat qiladi. Chunki kimdir sog'ayishi mumkin, kimdirning holati yomonlashishi mumkin, kimdirga boshqa guruh kerak bo'lishi mumkin. Ammo qayta ko'rikda hujjatlarni e'tiborsiz qoldirish juda xavfli. Belgilangan sanani o'tkazib yuborsangiz, to'lov to'xtashi, keyin qayta tiklash uchun ovora bo'lishingiz mumkin. Uchinchi narsa, pensiya va nafaqa bir xil tushuncha emas. Nogironlik pensiyasi odatda mehnat staji, sug'urta badallari, ish faoliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Nafaqa esa ayrim hollarda staj yetarli bo'lmaganda yoki bola nogironligi bo'yicha tayinlanadi. Fuqaro ko'pincha menga qancha pul tushadi deb so'raydi. Lekin to'lov miqdori yoshga, guruhga, ish stajiga, nogironlik sababiga, bola yoki kattaga tegishli ekaniga, boquvchisi bor yo'qligiga va boshqa omillarga bog'liq. Hayotiy misol keltiraman. 58 yoshli erkak kishi qurilishda ishlagan, lekin ko'p yillar norasmiy ishlagan, keyin og'ir jarohat olgan, mehnat qobiliyatini yo'qotgan. U nogironlik maqomini olsa ham, pensiya miqdorini hisoblashda rasmiy ish staji muhim bo'ladi. Agar uning rasmiy staji kam bo'lsa, kutilgandan pastroq to'lov chiqishi mumkin. Shu sabab men doim aytaman, rasmiy ishlash. Mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat ma'lumotlarini tartibga solish faqat bugungi maosh uchun emas, kelajakdagi ijtimoiy himoya uchun ham kerak. Yana bir misol, 9 yoshli bolada tug'ma harakatlanish cheklovi bor. Ota-onasi bolani uyda parvarish qiladi. Bunday vaziyatda faqat bolaga nogironlik nafaqasi emas, balki reabilitatsiya vositalari, maxsus aravacha, ortopedik moslama davolanish ta'lim muassasasida moslashtirilgan sharoit. Ba'zan parvarish bilan bog'liq qo'shimcha ijtimoiy xizmatlar masalasi ham ko'rilishi kerak. Agar ota-ona faqat pul to'lovi bilan cheklansa, bolaning rivojlanish imkoniyatlari kamayib ketadi. Yana bir vaziyatni olaylik. Ayol kishi ko'rish qobiliyatini qisman yo'qotgan, lekin hali mustaqil yuradi, uy ishlarini qiladi, telefon ishlata oladi. U menga albatta eng yuqori guruh berilishi kerak deb o'ylashi mumkin. Lekin komissiya ko'rish darajasi, mustaqillik darajasi, mehnat qobiliyati, moslashtirish imkoniyatlarini baholaydi. Demak, hamma holatda bir xil natija bo'lmaydi. Bu adolatsizlik degani emas, balki baholash mezonlari ko'p omili degani. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, hujjatlari tartibsiz bo'lganlar. Kasallik bor, lekin tibbiy kartada muntazam yozuv yo'q. Tekshiruv natijalari eskirgan, shifokor xulosalari to'liq emas. Bunday odam komissiyaga borganda men o'g'riyman deb aytishi mumkin. Lekin tizim hujjatga qaraydi. Ikkinchidan, qayta ko'rik muddati yaqinlashganlar. Uchinchidan, nogironlik sababi mehnat jarohati, kasb kasalligi yoki harbiy xizmat bilan bog'liq bo'lganlar. Chunki bunday holatlarda alohida hujjatlar talab qilinishi mumkin. To'rtinchidan, bola 18 yoshga to'layotgan oilalar. Bola nogironligi maqomi bilan katta yoshdagi nogironlik maqomi o'rtasida o'tish jarayoni bor. Hujjatlarni oldindan tayyorlash kerak. Kim ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar sizning nogironlik maqomingiz qonuniy belgilangan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, qayta ko'rik muddati nazoratda bo'lsa, to'lovlaringiz bank kartangizga muntazam tushayotgan bo'lsa, islohotlar sizni qo'rqitishi kerak emas. Aksincha, u sizga qo'shimcha xizmatlar, raqamli qulayliklar, murojaatlarni tezroq ko'rib chiqish, reabilitatsiya imkoniyatlarini kengaytirish kabi foyda berishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi xato faqat bitta shifokor xulosasiga ishonish. Masalan, odam nevropatologga ko'rinadi. Shifokor sizga nogironlik kerak deydi. Lekin bu yakuniy qaror emas. Yakuniy qarorni tibbiy ijtimoiy ekspertiza chiqaradi. Shuning uchun sizda to'r mutaxassis xulosasi, laboratoriya tahlillari, instrumental tekshiruvlar, statsionar davolanish haqidagi ko'chirmalar, reabilitatsiya natijalari bo'lishi kerak. Hujjat qancha aniq bo'lsa, baholash shuncha obyektiv bo'ladi. Ikkinchi xato, kasallik tarixini faqat og'zaki aytish. Men 5 yildan beri qiynalaman. Men ishlay olmayman. Men doim og'riq ichidaman degan gaplar insoniy jihatdan tushunarli. Lekin komissiya uchun tasdiqlovchi hujjat kerak. Agar siz 5 yildan beri davolanayotgan bo'lsangiz, tibbiy kartada yozuvlar bo'lishi kerak. Agar operatsiya bo'lgan bo'lsa, operatsiya epikrizi bo'lishi kerak. Agar dori ichsangiz,
retseptlar yoki davolash sxemalari bo'lishi foydali. Agar yura olmasangiz, harakatlanish cheklovini ko'rsatadigan tibbiy xulosa kerak. Uchinchi nozik jihat, nogironlik berilmagani yordam yo'q degani emas. Ba'zi fuqarolarga nogironlik guruhi belgilanmasligi mumkin, lekin ular baribir davolanish, ijtimoiy yordam, kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqa, subsidiyalar, bepul yoki imtiyozli dori-darmon, mahalla orqali moddiy yordam kabi boshqa yo'nalishlardan foydalanishi mumkin. Men ko'p odamlarni ko'rganman. Komissiya rad etgach, ular umuman hamma eshik yopildi deb o'ylaydi. Yo'q. Har bir yordam turi alohida mezon bilan belgilanadi. 4-jihat apellyatsiya huquqi. Agar siz tibbiy ijtimoiy ekspertiza qaroridan norozi bo'lsangiz, uni shunchaki qabul qilib uyga qaytib ketishingiz shart emas. Qonuniy tartibda yuqori turuvchi komissiyaga yoki tegishli tashkilotlarga murojaat qilish mumkin. Lekin apellyatsiya hissiyot bilan emas, dalil bilan qilinadi. Menga noto'g'ri qilishdi deyish kamlik qiladi. Siz qaysi tibbiy holat inobatga olinmaganini, qaysi hujjat ko'rilmaganini, qanday cheklovlar noto'g'ri baholanganini aniq yozishingiz kerak. 5-jihat nogironlik va ish masalasi. Ko'pchilik agar nogironlik olsam ishlay olmayman deb qo'rqadi. Bu hamma holatda to'g'ri emas. Nogironligi bo'lgan insonlar orasida ishlashga qodir bo'lganlar juda ko'p. Masala shundaki, ish sharoiti sog'liq holatiga mos bo'lishi kerak. Masalan, eshikda cheklovi bor inson kompyuterda ishlashi, tikuvchilik qilishi, dizayn, hisob-kitob, qo'l mehnati yoki masofaviy xizmat bilan shug'ullanishi mumkin. Harakatlanishida cheklovi bor inson uydan turib onlayn ishlashi mumkin. Islohotlarning muhim yo'nalishi ham aynan shunda. Nogironligi bo'lgan odamni jamiyatdan ajratish emas, imkoniyatiga mos tarzda faol hayotga qaytarish. 6-jihat protez, aravacha, eshitish moslamasi yoki boshqa reabilitatsiya vositalari. Ko'pchilik faqat nafaqa puliga e'tibor beradi, lekin ba'zan bir dona sifatli reabilitatsiya vositasi odamning hayotini tubdan o'zgartiradi. Masalan, oddiy aravacha bo'lmasa, odam uydan chiqa olmaydi. Aravacha bo'lsa, poliklinikaga boradi, do'konga chiqadi, hatto ishga qatnashi mumkin. Eshitish moslamasi bo'lmasa, bola darsni tushunmaydi. Moslama bo'lsa, bola o'qishda oldinga siljiydi. Demak, yordamni faqat oylik to'la deb ko'rmaslik kerak. 7-jihat raqamlashtirish. Bugun ko'plab xizmatlar bosqichma-bosqich elektron tizimlarga o'tyapti. Bu yaxshi, chunki korrupsiya, tanish-bilish, ortiqcha navbat kamayishi kerak. Lekin raqamlashtirishning o'z xavfi ham bor. Ma'lumot bazada noto'g'ri turishi mumkin. Pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lishi mumkin. Telefon raqami boshqa odam nomida bo'lishi mumkin. Bank kartasi faol bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun hammasi elektron bo'ldi. Endi o'zi bo'laveradi deb o'ylamang. Ma'lumotlaringizni tekshirib turing. 8-jihat parvarish qiluvchi oila a'zolarining holati. Og'ir nogironligi bo'lgan inson bor oilada faqat bemorning o'zi emas, uni qarayotgan odam ham ijtimoiy bosim ostida bo'ladi. Masalan, ona 24 soat bolasiga qaraydi, ishlay olmaydi, daromadi kamayadi. Shunday holatlarda mahalla ijtimoiy xizmatlar tibbiyot muassasasi bilan aloqani uzmaslik kerak. Chunki yordam faqat bemorga emas, oilaning barqarorligiga ham qaratilishi kerak. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat yig'ish kerak? Endi eng kerakli qismga keldik. Agar siz yoki yaqinlaringiz nogironlik masalasida hujjat rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, men quyidagi tartibda harakat qilishni tavsiya qilaman. 1-qadam. Oilaviy poliklinikaga boring. O'zingiz yashayotgan hududdagi oilaviy shifokor yoki tegishli mutaxassis bilan uchrashing. Unga holatingizni aniq tushuntiring. Qachondan beri kasalsiz? Nimalar bezovta qiladi? Qanday davolandingiz? Nimaga qiynalasiz? Ishga yoki o'qishga qanday ta'sir qilyapti? Faqat men nogironlik olmoqchiman demang. Mening sog'lig'im hayot faoliyatimni shunday cheklayapti. Tibbiy tekshiruv va ekspertiza uchun yo'naltirish tartibini tushuntirib bering deb murojaat qiling. 2-qadam. Mavjud tibbiy hujjatlarni yig'ing. Bular pasport yoki ID karta nusxasi, tibbiy karta, kasallik tarixi, shifoxonadan berilgan epikrizlar, operatsiya haqidagi hujjatlar, MRT, KT, rentgen, UZI, EKG, laborator tahlillar, to'r mutaxassislar xulosalari, davolanish natijalari bo'lishi mumkin. Agar bola bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi, ota-ona hujjatlari, pediatr va to'r mutaxassis xulosalari kerak bo'ladi. 3-qadam. Hujjatlarni sanasi bo'yicha tartiblang. Bu mayda ishdek ko'rinadi, lekin juda muhim. Eski hujjat, yangi hujjat shifoxona ko'chirmasi, analiz natijasi aralashib ketsa, muhim dalil e'tibordan chetda qolishi mumkin. Men tavsiya qilaman, alohida papka qiling.
Birinchi bo'limga shaxsiy hujjatlar, ikkinchi bo'limga shifoxona hujjatlari, uchinchi bo'limga tekshiruv natijalari. To'rtinchi bo'limga mutaxassis xulosalari, beshinchi bo'limga ilgari berilgan nogironlik yoki reabilitatsiya hujjatlarini joylang. To'rtinchi qadam, shifokordan yo'llanma va to'liq xulosa masalasini so'rang. Hujjatda faqat tashxis emas, funksional cheklovlar ham ko'rsatilishi muhim. Masalan, odam qancha masofa yura oladi, yordamchisiz harakatlana oladimi? Qo'l oyoq harakati qanchalik cheklangan, ko'rish yoki eshitish darajasi qanday? O'ziga xizmat qilishda yordam kerakmi? Doimiy nazorat zarurmi? Chunki nogironlikni baholashda aynan hayot faoliyati cheklovlari muhim o'rin tutadi. 5-qadam, tibbiy ijtimoiy ekspertiza jarayonida savollarga aniq javob bering. Ba'zi odamlar uyalib, holatini yengillashtirib aytadi. Masalan, ha yuraman deydi, lekin aslida faqat 20 metr yuradi, keyin o'tirishga majbur bo'ladi yoki o'zim ovqatlanaman deydi. Lekin ovqatni kimdir tayyorlab bersa va qo'liga tutqasa ovqatlana oladi. Bu farq juda muhim. Siz holatingizni oshirib ham yubormang, yashirib ham qo'ymang. Qanday bo'lsa shunday ayting. 6-qadam. Qaror chiqqandan keyin to'lov va xizmatlar bo'yicha alohida tekshiring. Nogironlik belgilanishi avtomatik ravishda barcha xizmatlar o'z-o'zidan keladi degani emas. Siz pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya organlari orqali to'lov tayinlanishini, bank kartangiz to'g'ri ulanganini, mahalladagi ijtimoiy xodim bilan aloqa o'rnatilganini, reabilitatsiya vositalari bo'yicha navbat yoki ariza tartibini aniqlashtiring. 7-qadam, agar qarordan norozi bo'lsangiz, murojaatni yozma qiling. Og'zaki shikoyat ko'pincha natija bermaydi. Arizada familiya, ism, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, qaysi qarordan norozi ekaningiz, nimalar inobatga olinmagan deb hisoblashingiz, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. Matn hissiyotli emas, dalillarga asoslangan bo'lsin. Masalan, komissiya qarorida falon tekshiruv natijasi hisobga olinmagan, holbuki ushbu tekshiruvda falon funksional cheklov ko'rsatilgan deb yozish kerak. 8-qadam, muddatlarni yozib qo'ying. Qayta ko'rik sanasi, hujjat topshirish sanasi, ariza raqami, kim qabul qilgani, qachon javob berilishi kerakligi. Bularning hammasini bitta daftarga yoki telefoningizga yozib boring. Juda ko'p odamlar aynan muddatni unutgani uchun to'lovda uzilish bo'ladi. 9-qadam, bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlarni tekshiring. ID karta yangilangan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, yashash manzili almashgan bo'lsa, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, tegishli organlarga xabar bering. Aks holda to'lov kechikishi mumkin. 10-qadam, mahalla va ijtimoiy xodim bilan ishlang. Ba'zi oilalar biz birovga aytmaymiz, uyat deb yordamdan chetda qoladi. Men bunday yondashuvni noto'g'ri deb hisoblayman. Nogironlik uyat emas. Bu huquqiy va ijtimoiy holat. Siz mahallaga murojaat qilsangiz, kam ta'minlanganlik, moddiy yordam, oziq-ovqat, uy-joy sharoiti, parvarish ehtiyoji, bolalar ta'limi kabi masalalar bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlar ochilishi mumkin. Yana bir amaliy maslahat, agar oilada nogironligi bo'lgan bola bo'lsa, faqat tibbiyot bilan cheklanib qolmang. Maktabgacha ta'lim, psixolog, logoped, defektolog, reabilitolog, ijtimoiy xodim bilan ham ishlang. Bola jamiyatdan uzilib qolmasligi kerak. Uning rivojlanishi uchun har bir yil qimmatli. Bugun olingan eshitish moslamasi, bugun boshlangan reabilitatsiya, bugun to'g'ri tanlangan o'quv sharoiti kelajakda uning mustaqil hayotiga katta ta'sir qiladi. Kattalar uchun ham shunday. Nogironlik olgan inson o'zini endi hayot tugadi deb o'ylamasligi kerak. Ha, ayrim ishlar qiyinlashadi. Lekin kasbni o'zgartirish, masofaviy ishlash, yengilroq mehnat, hunar o'rganish, uy sharoitida daromad qilish, ijtimoiy tadbirkorlik, davlat dasturlaridan foydalanish imkoniyatlari bor. Davlat va jamiyatning vazifasi shunday imkoniyatni yaratish. Fuqaroning vazifasi esa o'z huquqini bilib harakat qilish. Xulosa qilib aytsam, nogironlik bo'yicha islohotlarning asosiy ma'nosi shuki, yordam aniqroq, adolatliroq va insonning real ehtiyojiga yaqinroq bo'lishi kerak. Darki 10 milliondan 6 milliongacha degan raqamlar o'rtada quruq statistika emas, balki minglab oilalar, bolalar, keksalar, mehnat qobiliyatini yo'qotgan fuqarolar, parvarishga muhtoj insonlar turibdi. Eng muhimi, huquq bor joyda hujjat, muddat va tartib ham bor. Shu uch narsaga e'tibor bermagan odam o'ziga tegishli yordamni kechiktirib qo'yishi mumkin. Agar sizda nogironlik, nafaqa, pensiya, reabilitatsiya vositalari yoki komissiya qarori bo'yicha savollar bo'lsa, izohlarda vaziyatingizni yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman.
videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimgadir real yordam bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling. Men esa sizga davlat xizmatlari va ijtimoiy himoya bo'yicha eng muhim yangiliklarni tushunarli tilda yetkazishda davom etaman.